Keramik granitga ma'qul. Tolpa aka, keramik granit bilan sopolning nima farqi bor? Keramik granit bilan sopolning farqi, hop mana toza keramik granit hisoblanadi. Tosh bilan keramika aralashgan bo'ladi. Bu chizilmaydi, ham chiqsangiz o'sha ham chizilmaydi. Material baquvvatroq bo'ladi. Sopolga nisbatan. Mana sopol bo'ladi, keramika deyiladi buni. Keramika. Bu mana lekin ko'chadigan bo'lsa, suv ishimish ehtimoli bor bunda. Bunda bor sopolda. Mana ularda unaqa narsa yo'q. Klassik lekitga taqdirda ham modelsi yaxshi. Zichligi zo'r. O'shaning uchun bu tosh aralab keramik granit hisoblanadi. Bu keramika hisoblanadi. Bu sopol. Iloji boricha keramik granit degan hammomlarga ham, tashqarilarga ham, so'killarga ham. Hozirgi kunda keramik granit nechga chiqdi? Sopol nechga chiqdi? Sopollar arzonroq, 30 ga 60 larga 50 ming so'm sopollarniki. 30 ga 60 keramik granit asosan yer uchunlar bular 75 ming so'm. 75 ming so'm chiqadi. Keramik granit bo'lgani uchun qimmatroq. Zichligi, vazmini, o'zini ham vazmini farq qiladi. Bu tosh boyaligi uchun og'ir, mana sopol bo'lgani uchun yengil. Do'stlar, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Tolpa xizmatdalar. Kafillar oid nimaki mahsuloti bo'lsa bor. Kilidan tortib, hamma usta variantlardan topsa bo'ladi. Ustalarning aloqaga chiqib kelishtirib aniq beramiz. Ustalar ham bor. Unutmang, eng zo'ri siz uchun.